$2450 aformenti ichida Nexia 2miz. Nima bo'pti akalar? Vaqti dahshat udarmi? Sizlar uchun topdik. Yangi robotchilar bilasizlar, sizlar uchun hamma vaqt talashib tortishib yuradi. Kamgina obzorchasini ko'rsatib o'tamiz. Mashinamiz yili 2012-yil aytganimizdek, bitta salon qismini ham ko'rsataman. Salon qismlari ham o'rtacha. Dehqon akamizga ekan, faqat menib yurgan ekanlar. Bunaqa narxi hozir buni mashina topish qiyin masala. Yana ichida $2450 ichida aformenti ichida. $2450 qaramda. $2450 aforment ichida. Aka bunaqasini topish qiyin masala hozirgi paytda. Balon qismiga kelsak, balonlar o'rtacha, kuzovida ozgina ishi bor dedilar. Mashinamizning motori 1.6 lik, motor 1 gram moy yemaydi. Hadovoylari ham o'rtacha. Bemalol yana o'zingiz uchun kelib ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Aka nomerlarni qoldirganmiz, telefon qilib, yana qolgan ma'lumotlar so'rab olsangiz bo'ladi. Sizlar uchun lekin talashdik, tortishdik. Yana o'zingiz akang ko'ngilga bitta qo'l solib ko'rlar. Yana bir nima o'tayotgan joyi ham bor ekan. Mashinamiz mana bu bitta oldim. Shunday